ayollarni urmaylik azizlar. Bitta o'tirgan yoshlar kim o'zini ayoliga qo'l ko'taradi desa, gapi bilan, siyosati bilan, tadbir bilan boshqarolmagandan keyin qo'liga o'tadi. Siz shuna bir hikmatli bo'ling, shuna o'qigan bo'ling, shuna umli bo'ling. Shirin gapiribmi, tadbir qilibmi, yo'lini olib o'zi boshqarib qo'ying. Shu urushgacha bormang. Shunaqa erkak bo'laylik. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun ozgina kitob o'qish kerak, sal shahar ko'rish kerak, boshqa qilish kerak. Bilish kerak siyosatni ozgina. Ayol kishini shirin gap bilan boshqarib qo'ysa bo'ladi. Dunyoda sandaqa chiroylisi yo'q deng, bo'ldi. Eng katta mehr shu o'zi. Ayol kishi uchib ketadi osmonga. Shirin gapiraylik, ayollarimizni urmaylik. Ayolini uradigan erkaklar bor. Pastkash erkaklar bor. Pastkash erkak uradi. Gapi bilan, donolik bilan, aql bilan boshqaradi. O'sha aqli yo'q odam uradi-da mana. Qadriga yetaylik bu ayollarimiz.